Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda 15 million so'm pul mukofoti hamda 200% gacha oylik ustama kimlarga berilishi haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni hamda video roliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Mahallalarda sog'lom turmushni targ'ib qilganlarga 15 million so'mgacha mukofot beriladi. Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilishda mahallalarda sport va sog'lom turmushni rivojlantirish natijadorligi uchun volontyorlar va mahalla raislariga yil yakuni bilan 15 million so'mgacha mukofot berish tizimi joriy etilishi belgilandi. Ommaviy sport uchun mas'ul trenerlarga 200% gacha oylik ustama to'lanadi. Yig'ilishda sohadagi islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan tashabbuslar ilgari surildi. Endilikda mahallalarda ommaviy sport natijadorligi faqat qamrov bilan emas, balki aholining salomatlik ko'rsatkichlari, yurak-qon tomir kasalliklari, diabet kabi xastaliklar darajasi bilan ham baholanadi. Har bir viloyatdan bittadan tumanda salomatlik balansi shakllantiriladi. Mutasaddilarga sport bilan muntazam shug'ullanuvchi aholi orasidan sog'lom hayot volontyorlari korpusini tashkil etish topshirildi. Ular mahallalarda sport va sog'lom turmush tamoyillarini targ'ib qiladi. Eng namunali faoliyat yuritgan har bir tumandagi 10 tadan mahallaga bepul sport formasi va anjomlari ajratiladi. Shuningdek, dunyodagi keng ommalashayotgan CrossFit mashg'ulotlarini joriy etish masalasi ko'rib chiqildi. 1-maygacha barcha maktab va texnikumlarda CrossFit to'garaklarini tashkil etish topshirildi. Kelgusi yildan ushbu yo'nalish 5 tashabbus tizimiga ham kiritiladi. Ushbu yig'ilishda yuqori natijalarga erishgan sport maktablarini qo'shimcha ravishda 500 million so'mdan mukofotlash tizimi joriy etilishi ham belgilandi. Bu orqali sport muassasalarini natijaga yo'naltirish va raqobatni kuchaytirish maqsad qilinmoqda. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: daryo.uz sayti.